Boy bo'lishni hech kim bilmaydigan oson bir usuli bor. Bu qanaqa usul? Hech kim bilmaydi dedim-ku. Men qayerdan bilaman? Men xayrli ishlar qilishni yaxshi ko'raman. Misol uchun kecha bir uysiz odamni kaltaklab kasalxonaga yotqizdim. Bo'lmasa ko'chada yotardi bechara. Buni qaraylar jigarlar, hammamiz o'zbekmiz shekilli. 96% odam obunasiz kuzatayapti ekan kelilar, shuni 90% ga tushura olmaymizmi? Hozir men sizlarga 16 dan 9 ni ayirishni oson usulini ko'rsataman. 16 bizda 4 ni kvadrati, 9 esa 3 ni kvadrati. Xo'sh, endi bu bizga nimani eslatyapti? Qisqa ko'paytirish formulasi. Xo'sh, u qanaqa bo'lardi? 4 plus 3 ko'paytiramiz. 4 minus 3. Ajoyib, endi qavslarni ochib olamiz. 4 ni 4 ga ko'paytirsak 16. 4 ni minus 3 ga ko'paytirsak minus 12. 3 ni 4 ga ko'paytirsak 12. 3 ni minus 3 ga ko'paytirsak minus 9. Minus 9. Ajoyib, endi esa 12 lar yo'q bo'lib ketadi va 16 minus 9 qoladi. Endi esa bu yerda hisoblab olamiz. 16 minus 9. 6 9 dan kichkina bo'lgani uchun birdan qarz olib turamiz va bu yerda 16 minus 9 bo'ladi. Yaxshi, yana birdan qarz olamiz va 16 minus 9. O'g'lim kechasi qorong'ulikdan qo'rqib yig'layverganidan keyin elektr pulini unga to'latishni boshladim. Hozir u yorug'likdan qo'rqib qolgan. Men ikkita insonni juda qattiq hurmat qilaman. Biri Gagarin, ikkinchisi Newton. Biri bu sayyoradan tezroq surib qolmoqchi bo'lgan, ikkinchisi buni imkoni yo'qligini isbotlab qo'ygan. Sizningcha ayol kishi erkak kishini millioner qila oladimi? Ha, albatta. Er agar milliarder bo'lsa. O'g'limga men topgan qizga uylanasan dedim. O'g'lim yo'q dedi. Men o'g'limga u qiz Bilvetsni qizi dedim. O'g'lim okey dedi. Bilvetsga telefon qildim va o'g'limga qizini turmushga berishini so'radim. U yo'q deb javob berdi. Unga o'g'lim Jahon bankida ishlashini aytdim. Bill Gates okey dedi. Keyin Jahon bankining rahbariga telefon qildim. Unga o'g'limni ishga ol dedim. U ham yo'q dedi. Men unga o'g'lim Bill Gatesning kuyovi dedim. Jahon banki rahbari okey dedi. Biznes ham xuddi shunday ishlaydi. Biznesmen do'stlaringiz bo'lsa, yuborib qo'ying. Men ichish zararligi haqida shunchalik ko'p kitob o'qidimki, oxiri o'qishni tashlab yubordim. Shifokorlar quyosh botgandan keyin ovqat yeyish oshqozonga zarar deydi. Bobom esa oshqozon quyosh botganini qayerdan ham bilardi deydi. Bobomning gapida jon bor. Ishonmagin do'stingga somon tiqar Putinga. O'zingizni noqulay his qilyapsizmi? Kechalari uyqungiz buzilyaptimi? Xo'sh, ketdi. Siz o'zingizni kechalari yolg'iz his qilyapsizmi? Xo'sh. Demak, bu mahsulotimiz sizni yolg'izligingizni sezdirmaydi. Ya zerikib o'tiradi. Zerikib